Arxiv bu o'tmishning guvohi, tarixning xazinasi, kelajak uchun bebaho merosdir. Bugungi kunda O'zarxiv agentligi tizimida izchil islohotlar amalga oshirilyapti. Ayniqsa xorijiy davlatlar arxiv muassasalari bilan o'zaro hamkorlik aloqalari kengaymoqda. Ana shu hamkorlik samarasi o'laroq Tatariston Respublikasi arxiv ishi bo'yicha Davlat qo'mitasi delegatsiyasi viloyat davlat arxivida bo'ldi. Uchrashuvda dastlab O'zarxiv agentligi direktori Ulug'bek Yusupov hamda Tatariston Respublikasi arxiv ishi bo'yicha Davlat qo'mitasi raisi Gulnora Gabdurahmonova har ikki davlat arxiv muassasalari o'rtasida o'zaro hamkorlikni kengaytirish va qo'shma tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha 2025-2027 yillar uchun mo'ljallangan amaliy harakatlar rejasi imzolandi. Ushbu hujjatda ikki tomon uchun ham foydali bo'lgan rejalarni amalga oshirish ko'zda tutilgan. Shuningdek, ikki davlat arxiv ishi mutaxassislari faoliyatlari yuzasidan taqdimotlar qilishdi. O'zarxiv agentligini bugungi kunda amalga oshirilayotgan eng ustuvor yo'nalishlaridan biri bu xalqaro arxiv xizmatlari bilan hamkorlikni o'rnatishdan iborat. Jumladan bu nima beradi? Bu O'zbekiston tarixiga oid bo'lgan arxiv hujjatlarini boshqa xorijiy arxivlarda aniqlash, ularni O'zbekistonga keltirish va ularni bevosita raqamli texnologiyalar, axborot tizimlari bilan ishlash ko'nikmalari va tajribalarini o'rganishdan iborat. Shunday ishlardan biri mana bugun Rossiya Federatsiyasi Tatariston Respublikasi arxiv xizmati qo'mitasi, ya'ni davlat qo'mitasi bilan O'zarxiv agentligi o'rtasida deylik mana shu hamkorlikni amalga oshirish yuzasidan amaliy harakatlar, chora-tadbirlar rejasi imzolandi. 2 yilga mo'ljallangan mazkur amaliy harakatlar rejasida albatta nafaqat elektron arxivni o'rganish va uni joriy etish, balki mana Qozonda Tatariston Respublikasi poytaxtida demak har yili Digital Week, ya'ni Kazan Digital Week haftaligi o'tkaziladi, raqamli texnologiyalar haftaligi va mana shu haftalik doirasida arxiv sho'basini tashkil etish. Bu sho'baga o'zbekistonlik mutaxassislarni jalb etish, mana shu Qozon shahrida deylik Tatariston Respublikasida joriy etilgan shajara, genealogiyaga oid bo'lgan axborot tizimlarini o'rganish va bu tajribani O'zbekistonda joriy etish, ikki davlatlarning arxiv hujjatlaridan iborat bo'lgan qo'shma to'plamlarni nashr etish kabi bir qancha 2 yilga mo'ljallangan bir rejalar imzolandi. Bu muhim tarixiy hujjat va bu keyingi xalqaro hamkorlikka o'ziga xos turtki bo'ladi va O'zbekistonda ham arxiv tizimini yanada rivojlanishiga o'zini munosib hissasini qo'shadi. Shundan so'ng mehmonlar Samarqand davlat arxiv ishi faoliyati bilan tanishdi. Hujjatlarni qabul qilish, hisobga olish, saqlash, ulardan foydalanish va davlat tomonidan saqlashga topshirish jarayonlari haqida ma'lumotlar berishdi. Bugun biz O'zbekistonga keldik. Eng motor, eng ko'rkam, eng zo'r arxivlarning birisini bizni qabul etdilar. Bek motor ettirib biz bunda kelishuv imzoladik. Ikki yoqdan da kelishuv negizida biz kelajakda o'zbek arxivlari bilan birlikda dokumentlarni barlov, tatarlar turida, o'zbeklar turida bizni tatar arxivlarida nindi dokumentlar bor, ular ko'rgazmalar yasov, kitoblar yozuv, kelajakda konferensiyalar o'tkaruv. Biz bek zo'r ettirib ishni ishtiramiz. O'zimizning har bir kishimiz shajarasini yasay olsin uchun ham endi bek ko'p tatarlar O'zbekistonga kelib, ularning shajaralarida bunda ma'lumotlarni topa olamiz deb o'ylaymiz. Tashrif doirasida mehmonlar Samarqand tuman davlat arxivi faoliyatini ham o'rgandilar. Bu yerda bo'lib o'tgan davra suhbatida arxiv ishi bo'yicha kelgusidagi hamkorlik masalalari muhokama etildi.